Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun mana Beshariqda obyektimizni to'pli pol, radiator, katyol ishlarini olib bormoqdamiz. Bu yerda qilinayotgan ishlar mana to'pli pol ishlari, razvalkasi 90 gradusga turba gipda bukib qilib berganmiz. Bu yerda santenikalarni ham unitaz qo'yiladi. Rakvina, kirmoshina, ariston. To'pli pollarimizni kvadratini ham telefon qilib so'rashyapti hammasiz. To'pli pollarimizni kvadrati 40 ming so'mdan 50 ming so'mgacha bo'lyapti. Radiatorlarimizni ustonovka berishi shu 350 mingdan 400 minggacha bo'lyapti. Shu katyollarimizni ustonovkasi 800 ming so'm bo'lyapti. Bitta katyolni o'rnatib berish. Keyin kollektorga shit ochilsa, shitlarimizni 200 ming so'm har bitta shitimiz. Turbaga bitta bergan bu sanuzida. Baytga bitta dush o'rnatamiz. Bitta koridori bor. Koridoriga 4 ta radiator qo'yib berganmiz. 50 ga 140ligidan 4 ta qo'yib olganmiz mana shu yerda. Endi mana bitta yosh katta onaxonlarimiz bor ekan, ojonalarimiz bu yerda 2 ta radiator qo'yib berganmiz. Issiqroq bo'lsin degan hisobiga. Endi oshxonasini ham ko'rib, kollektorlarini mana shu mashina gruppa qilib ishga yig'ib berganmiz. Bu taraflari hammasi luchovoy sistema bo'lgan, bu yerda qilingan ishlarimiz. Bu tomonlarga shu radiatorlarni vodochabratgalarini bu tomoniga tegib berganmiz. To'pli pollarimizni mana bunday qilib ikkiga razvalkasi alohida, hammomlarni alohida qilib yig'ib berganmiz. Bu ikki avtopapetka degan narsa qo'yib o'rganmiz. Buni santeneklar o'zi tushunadi. Mana shu avtomatik suv, katyol suv kam esa avtomatik o'zi o'sha 1,5 bosimda turadi. Katyol suv o'sha 1,5 bosimda birda ishlab turadi. Bu yerda oshxona moykasi bor. Moykasiga sovuq suv kanalizatsiyalarini tashlab ketganmiz. Bu yerga mana 1,20 ga 50 lik bitta radiator qo'yib berganmiz. Yana bu yerda zalimiz bor. Zalimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Zalimizga ham xuddi shunday qilib ikkita 50 ga 1,20 lik radiatordan ustonovka qilib berganmiz. Bu yerda xonamizning uzunligi 7 metrga 3,5 metrlik. Kimga mana shunaqa chiroyli, sifatli ishlar kerak bo'lsa o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Qish kirib kelib qolyapti, harakatlaringni qilaverasizlar. Pastga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilib chiqaverasizlar.